Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 13-mart 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 33 so'm 37 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2102 so'm 39 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,210,239 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,5% ga tushdi. Yevro 77 so'm 41 tiyinga tushdi. 1 yevro 13,990 so'm 36 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,399,036 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 4,5% ga tushdi. Rossiya rubli 32 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 8 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 153,080 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3,6% ga tushdi. Xitoy yuani 5 so'm 19 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1760 so'm 73 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,760,760 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,0% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 79 Rossiya rubli 6 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7905 Rossiya rubli 93 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2,2% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.